voy adajonisi bilasizmi, hozir poliklinikaga chiqsam hech kim ikkita tuqqanimga ishonmadi, hamma yosh qiz deb o'yladi. Men ham ko'chada yursam yigit deb bilishadi meni. Adasi shu qorin bilanmi qo'ymaysiz, qarib yotibsiz-ku adasi. Voy ishonmaydi bular, bilmaysanlar-da. Mullaka oldiga o'tib oling, unda bo'sh. Hozir. Haydavra qoling, yaxshi ketamiz o'zi. Ko'rdingmi? Mullaka, kerak bo'lsa telefon qo'yasiz. Aytgan joyingizga aytgan vaqtingizga yetib boraman. Bo'ldi, hop. Ha, buni o'zlarining mashinalari bor. Faqat bizuvda tez-tez tushing. Voy, ana bo'lan chiroyliligini, qoshlari qalin ekan. Nimasi chiroyli? Qorni bor-ku. Qorni bor bolalar mehribon bo'ladi. Xotin, mana shu rivadning kiyimlari zo'r, sifatlari ham dahshat. Sen ham ishlaring yengil bo'lib qoldi. Nega adasi? Bu umuman g'ijim bo'lmaydi, dazmol ham qilib o'tirmaysan. Oka, mashinangiz yo'qdi, narxni olsin, hech bil. Okay, qayeringizni rosa yaxshi ko'radigan bola ekansiz. O'zi narxlari vashi boshqacha edi. 1-dekabrdan 10-dekabrgacha 50% hamma kiyimlarga skidka berib o'rganmiz. Masli kiyimlarni kiyib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Hali yarashdimi? Juda yarashdi. Qilich bo'lib ketdingiz. Kechirasiz, bularni ayollar bor. Yarashdi adajonisi, olamiz. O'zini qara. Xotin, endi ishonmaymi? Adasi, hozirgi ayollarga ham hayronman. Oldida eri bor ham demaydi. Biz erkaklar yuramiz biz-ku. Bir deganda topib olamiz. Lekin oilaga bo'lgan sadoqatimiz ushlab qoladi-da. Adasi, lekin ularga meni almashmadingiz-a? Xotin, mashinaqalarning mingtasini sanimashi. Yerda paypon yalmashib yuradi.